shakllanayotgan miyaga o'sha narsani berib qo'ygandan keyin u shakllanmay qoladi. Kelajakda u bo'ladigan bo'lsa, o'zini ishlatmagan tengqurlari bilan hech qachon tenglasha olmaydi. Bugungi kunda ham umuman smartfon ishlatmayotgan odamlar bor ekan. Bu yoshi ulug' odamlar ustida bo'lgan, eksperiment qilingan. Keyin ishlatayotgan odamlar orasida haligi insonlarni IQ bo'yicha tekshirgan paytda qo'llariga smartfon berib turib, ularga qanaqa ishlatishni o'rgatishgan. 3 oydan keyin olingan natija bo'yicha IQni haddan tashqari pasayib ketishgani aniqlangan. Telefon ishlatgandan keyin. Ya'ni o'sha yoshi 65-70 dan oshgan odam, miya butunlay shakllanib bo'ldi. O'sha sekin-sekin qarish jarayoni ketayotgan odam, urudi bu olib qaradigan bo'lsak, unaqangi smartfon yoki shunga o'xshagan narsalar deyarli ta'sir qilishi kerak emas dunyoqarash bo'yicha, odamlar dunyoqarashi bo'yicha. O'sha odamlar ishlatgan paytda ham aqliy faoliyatni, yangi narsani o'zgartirish qobiliyati haddan tashqari pasayib ketdi. Endi tasavvur qilingki, bu kichkina hali nihol, o'sib kelayotgan nihol endi birinchi bitta ikkita kurtak qilayotgan bolaga qo'ligaligini berib qo'yadigan bo'lsangiz, u hali miya shakllanib ulgurgani yo'q. Shakllanayotgan miyaga o'sha narsani berib qo'ygandan keyin u shakllanmay qoladi. Kelajakda u bo'ladigan bo'lsa, o'zini ishlatmagan tengqurlari bilan hech qachon tenglasha olmaydi. Nima uchun? Chunki shakllanishga ulgurmay qoldi u.